Ha bu rangeligini aytmagan eding-ku, ha? Xullas, mana kalit. Mana telefon. 3 ta qoida. Telefon doim yoniq turishi kerak. Umuman ko'p gapirmaysiz va pul so'ramaysiz. Xo'jayin kutib qoldi. Omad, ishxonada ko'rishamiz. Shu yerdan chapga. To'g'ri bilan chiqib ketsak bo'ladi, xo'jayin? Chapdan yuravering. Kech qolasiz-ku, tezroq borardik. Aytganini qiling. Xo'p, xo'jayin. To'g'ri gapni tushunmaydigan odam ekan. Kibr ekanmi? Men necha yillik shopirman. Qatdan qatga yurishni yaxshi bilaman-ku. Keyin xo'p deb o'sha ko'chadan olib chiqib ketdim. Aylantirib, menga bunaqa aqllilik qilaversalar-chi, o'zlariga boshqa shopir topganlari yaxshi. O'zi nimaga u ko'chadan ishga qo'ymadilar? Buni o'ziga yarasha sababi bor. O'tgan yil qishda o'sha ko'chada bitta odamni uyi yonib ketib, oilasi bilan ko'chada qolib ketuvdi. Boy aka o'zini hisobidan ularga shinamgina uy qurib bergandi o'shanda. Shundan beri shu ko'chadan o'tmaydi. Nimaga? Endi har o'tganda ko'zim tushib, shu uyni men qurib berganman, yaxshilik qilib qo'yganman degan kibr o'tib qolmasin ko'nglimdan deydi-da. Nima bu? Boy aka birinchi kundan yaxshi haydovchi ekan deb hadya berardi. Yaxshi. Juda vaqtida olib keldingizlar, qo'shni. Pul kerak bo'lib turadi. Soqqali ishingiz bitdimi ish qilib? Xudoga shukr bitdi. Qizimni Malayziyaga olib borib keldim. Matematika olimpiadasiga. Shukr, birinchi o'rinni oldi. Yaxshi. Men ham bir vaqtlar o'qishga qiziqqanman. Hatto universitetga o'qishga kirgan edim. Kontraktga tushib qolganman-da. 1 million so'rashgan. U paytda katta pul edi-da, 1 million. O'qimadim. Pul topishga qiziqib ketdim. Lekin umr bo'yi qiynaldim-da. Esim bo'lganda qiynalsam ham o'qib sizdek ziyoli bo'lardim. Hozir bolalaringiz o'qitmayapsizmi? O'g'lim o'qishga kirgan edi. U ham kontraktga tushib qopti-da. 25 million deydi. 1 yilga. O'qima dedim. Undan ko'ra ishlab pul topsin. Pul topish osonmi hozir? Hali esiz kirmabdi-da. Nima? Mayli qo'shni, men bora qolay. 20 minutdan keyin darsim boshlanadi. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qo'shni, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Qo'shni, sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Suyunchi bering. Qizim Malayziya ta'lim grantidan $100,000 yutib oldi. 100,000? Zo'ru. Shunga kechga bizga ziyofat. O'tmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi. Avvalo Xudo, siz ham qarz berib sababchi bo'lganingiz uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, qo'shni. Endi bu 100,000 ni olasiz-da. Bitta inamarkani minib, qolganini biznesga tikaverasiz. Zo'r bo'ladi. Qo'shni, bu ta'lim granti. Ta'lim granti faqat o'qish uchun sarflanadi. Qizim bu yil maktabni bitiradigan. ITga qiziqadi. Xudo xohlasa Malayziyada o'qiydi. Mayli. Qo'shni, sizdan yana bir iltimosim bor edi. Nima xizmat bemalol? Shu bizni uyga qarab tursangiz. Tinchlikmi? Men ham Malayziyaga ariza topshirgandim ish bo'yicha. Ikkita joydan javob keldi. Shunga oilaviy ketadigan bo'lib turibmiz. Qiz odamsiz-da, qo'shni. Shuncha joyga borib, ovora bo'lib, o'zingizni qiynab nima zarur-a? Zarur qo'shni. Juda zarur. Meni ham, qizim va o'g'limning ham maqsadlari aniq. Ular o'z sohasida eng zo'ri bo'lishi kerak. Mayli qo'shni, ko'p vaqt uzamay. Qolgan uyga o'tsangiz, osh ustida gaplashamiz. Mayli. Hech eskirmadi shu qo'shnimni ham. Bo'ldi, hal bo'ldi. Hozir boraman. Aka. 1 minutga qarab oling. Farosat bormi? 20 minutdan beri kutib turibman.
Boshqa joy band ekan qo'ymadim. Nima muammo? Joyi yo'q bo'lsa umuman boshqaga keting, tushundingizmi? Kimsan o'zi? O'rgatmaginmangi. 20 minut vaqtimni oldingiz. Kerak bo'lsa kutasan O, xonni. miyangni chaqib qo'yamoq, tushundingmi? Tushunmadim. Sakrama. O, menga qara. Shoshmalaring. Og'ay nimani eshitgan? Nima qilasan bunga gapirib? Odammi-diki bu seni gapingni tushunadigan. Undan ko'ra somisan aylantirib, pachag'ini chiqarib tasha, sindirib tasha, umuman sog' joy yo'qolmasin. O'ldirib tasha undan ko'ra. Siz nima qilasiz buni eshitib? Zarilmi sizga buni so'kishlarini eshitib? Pichoqmi choyingiz yo'qmi? Hech bo'lmasa bo'g'izli bo'ldirib tashlasangiz bo'lmaydimi? Mana, bolangizga o'rnak bo'lishingiz kerak-ku. Ayni fursat. Go'shingni ye, g'ajib tasha, bir-biringni o'ldir, zo'r fursat hozir. Faqat shu bolang o'ligini ko'tarolsa bo'ldi. Nima qilasan? Odob, axloq, o'zbekonalik nima keragi bor? O'ldirlaring, bir-birlaringni g'ajib tasha. Biz o'rmonda yashaymiz-ku, odamlar emas, hayvonlar yashaydi bu yerda. G'ajib tasha. Nima qilib qarab turibsan? O'ldirmaysan bir-biringni. Go'shingni ye. Hamma go'shini yesin. Hamma bir-birini g'ajisin. Go'shini yelaring. Ramazonda urushmagan yaxshi-da o'g'lim. Boshqa paytda urushsa bo'lam? Yo'q, o'zi umuman urushmagan yaxshi. Ketdingmi o'g'lim? Zafar, Ha? 5250. Hozir topganim shu bo'ldi. Yetib qolar? Voy, qancha kerak edi o'zi? 25 mingcha yetmayapti. Yarmini amalladim. Faqat shu mashinani sotgim kelmayapti. Oho, ja katta biznesmi deyman a? Nima qilsak bo'larkin a? Qani berib turchi? Hozir. Ma. Ha bu sendan qarzga olyapman, esingdanmi ish qilib? Bilaman. Keyin gaplashamiz. Ketishim kerak edi. Ko'rishamiz. Mana, shu yurayotgandim senga. Aha. Menga qara Zafar, ana pulli masalani qanday hal qilding? Men o'rtoq bo'lib, kamroq berganimdan sal xijolat bo'lyapman. Ha, hijolat bo'lma. Tashqariga chiqaylik, aytib beraman. Izlagan kitobimiz shumi? Ha, mana shu chalasi. Yana 3-4 kun pul topolmay qiynalib yurdim. Keyin Baxtiyor o'zi 24 ming ko'tarib kelib qoldi. Sen bergan 800 ga qo'shib ishni bitirib oldim. Uni puli yo'q edi-yu. Qayerdan oldi shuncha pulni? Men ham shunga hayronman. Nima qilding? O'zi 5250 bergan bo'lsang, shuni ham yarmini qaytarib olib ketding. Mashinani sotib yubordingmi? Nima qilding desam, yo'q deydi. Xo'sh. Aytishicha, uni bitta siri bor ekan. Qachon o'zi pulga muhtoj bo'lib qolsa, haqiqiy muhtojlarni topib, tezda ehson qilib yuborar ekan. Ko'pincha 10 barobar bo'lib qaytib keladi, deyapti. Menga ham shu sir ishlatibdi-da, baraka topsin. Ha, tushunarli. Shunga ruhiy tarbiyani so'ragan ekansan-da. Ha. Endi o'zimni ruhimni tarbiya qilmasdan turib, bu sirni ishlata olmasam kerak deb o'ylab qoldim-da. Menga qara, bu kitobni o'zing hammasini o'qib chiqqansan-ku, ha? O'qiganman. Zafar, yaqinda yangi kitobim chiqadi. Baxti, sal yurib tursang bo'lmaydimi? Qarasang berib ketganingni. To'nkaga o'xshab qopsan. Abdulxey, shu boshingni pachog'ini bitta urib to'g'rilab beraymi, ha? Ne olasan? Hazillashganman-ku. Qoravoy, anu saromashay bilan yuklarni olib chiqlaring. Mashina keldi. Chalaboy, qalaysan endi? Undaki.
deb turuvdi, o'zim yozib yubordim. Shunaqa bo'ldimi? Boshladi. Mana yangi kitobim. Nega kulasan, Zafar? Yuzingga bekor urdimda. Jahlim chiqib ketdi. Men qara. O'zingning ustingdan shuncha kulaman, qotaman masxara qilib, indamasding-ku. Bitta shu xunuk kitobingga kulganimga urib tashladingmi? Hey! Meni ustimdan kulsang, boshqa manzilga boradi. Bu kitobni ustidan kulsang, meni manzilimga keladi. Chunki bu kitobning muallifi menman. Hali meni ustimdan kulganing uchun meni yaratgan muallif seni albatta uradi. Tushundingmi? O'zingga shukr. Zo'r bo'ldi. Ketdingmi? Shartmikan? O'zim qilib beryapman, yur. Unda ularni ham chaqiraylik. Zafar bilan Shuhratni. O'zing bilasan. Internetdan drill zakaz qildim, naklikasini yuborishdi. Qayerda ishlayapsan o'zi? Do'stlar, bugun bizning qahramonimiz Javohir aka bo'ladilar. Chunki Javohir aka Abdulhayni tuhmat balosidan qutulishiga advokat sifatida katta xizmat qildilar. Rahmat aka. Sizlarga ham rahmat. Shunaqa yaxshi ziyofatga taklif qilganinglar uchun ham rahmat. Ochig'i shu oqibatli do'stliginglarga havas qildim. Rahmat. Rostdan ham yaxshi tashkillashtiribsan. Maza qildik. Qutulganing rost bo'lsa, Abdulhay. Ammo bu ishlarni boshida Baxtiyor turibdi. Men yashab bersam bo'ldi. Ne unaqa deysan, Menda bu narsalarni tashkillashtirishda mablag' qayoqda? Hammasini o'sha tuhmatchini tuhmatidan qutulishlik yo'liga sarflavordim. Qolgan hamma tashkil ishlarni do'stim o'z zimmasiga oldi. Rahmat. Boringga shukr. Hammasi joyida. Zo'r, men bu narsani sal tushunmadim. Shunda muammosi hal bo'lgan Abdulhayu buni sharafiga ziyofatni berayotgan Baxtiyormi? Nima deydi? Bo'lardi-yu. Mushuk tekinga oftobga chiqmaydi degan gap. Seni qanaqadir manfaating borga o'xshab ko'rinyapti. Ha? Xafa bo'lma, realniy emas-da. Baxti, taroziga tushmayapti. Tushmaydi ham de Zafar. Seni tarozing buzuq-u. Lekin bularning hammasi do'stlik, oqibat degan taroziga juda yaxshi tushadi. O Zafar. Yedingmi? Assalomu alaykum shogird. Va alaykum assalom usta. Sog' bo'lsinlar. Assalomu alaykum shogird. Va alaykum assalom ustoz. Hop. Rahmat. Assalomu alaykum shogird. Va alaykum assalom usta. Assalomu alaykum deyman. Va alaykum assalom dedim-ku.
Assalomu alaykum deyapman. Va alaykum assalom dedim-u. Bore. Bitta olmaga olmadi-ya. Bozorga chiqishni o'zim o'rgatgan bo'lsam. Bu ham aynibdi-da. Buni qaysi biri ommabop hozir? 10 qo'lingizligini oling boy aka. Bo'lmasa xuddi shundan 40 ta bering. Oho, 40 ta. Nima qilasiz shuncha do'ppini? Bugun ehson dasturxoni bor edi. Kelganlarga bitta hadya qilamiz. Bugun qanaqadir ehson qiladigan kunmi boy aka? Iye. Shogird. 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 Ha? Men qara. Bu odamni-chi yosh o'tgandan keyin sal xotirasi ketib qolar ekanda. Ertalabdan beri bitta olmaga olmadi deb sendan asabiylashib jahlim chiqib yuribdi. Bugun Ramazonning birinchi kuni edi-yu. Roza tutganim esimdan chiqib ketibdi. Shuni o'zingizga aytib qo'ymaysan ertalabdan beri. Kechir meni, shogird. Usta shunaqa demaysizmi? Yuring iftorlik olib. Yur endi mayli. Assalomu alaykum. Yangi boyu. Assalomu alaykum. Piyodalar ulovdagi insonga emas, aksincha ulovdagi inson piyodaga salom beradi. Assalomu alaykum akalar. Alaykum assalom. Shunaqa degan. Ha, shunaqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aslida o'tirgan odam piyodaga emas, piyoda o'tirgan insonga salom bersa, to'g'ri va odobdan bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Bunaqa paytda ko'pchilik kamchilikka emas, kamchilik ko'pchilikka salom beradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalom berdimi? Alik olaverasizmi? Aka, o'zi aslida kichkinalar kattalarga salom berish kerak. Lekin siz esa menga salom beryapsiz. Xo'sh, sizningcha bu vaziyatda kim birinchi salom berish kerak? Izohlarda buni albatta yozib qoldiring. Bu videodagi lavhamiz salomlashish odobining kichkinagina bir qismi edi xolos. Ha aytgancha, assalomu alaykum. Mashinamni balonini almashtirishim kerak. Qayerda yaxshi balon sotarkin bilmaysam? Bilmasam. Sobir bir narsani tushunmayman-da. Mana sen hali ham shu eski anavi Araveni, Nexia'ni minib yurasan-a? Baxtiyor bo'lsa, shu yo'lda 2 marta mashina almashtirdi. Sen hali ham ijarada turasan. Baxtiyor bo'lsa, domini ijaraga berib, hovli joy sotib olyapti. Lekin bitta joyda bir xil ish qilasanlar. Qanaqadir bir balansga tushmayapti-da. Nima shunaqa ekan-a? Ha? Og'ayni, nima shunaqa? Nasibamiz shunaqa ekan-da do'stim. Ikkalamiz ham sababini qilyapmiz, harakatdamiz. Rizqimizni boricha olyapmiz xolos. Boshqa hech qanaqa ortiqcha gap yo'q. Eshitdingmi? Do'stligimizga ko'z tegmasin. Marhamat. Rahmat bo'ling. Men ba'zi bir muhim gaplarni sizga yetkazib qo'yay deb keldim. Hop. Mana bu ikkinchi bo'lim boshlig'i Davron bor-ku. 3 kundan beri ishga kelmaydi. Ha endi men eshikni olib turadigan odamman. Hammasini ko'rib turaman. Telefon qilib, "Qayerdasan?" desam, "Ishdaman" deydi. Bunaqasi bo'lmaydi-da endi. Nega ana bu yangi ishga olgan xodimingiz bor-ku, marketing bo'limiga. Humoya. 2 kun kuzatgan edim. Bir zumda qo'lga tushdi o'g'rilik bilan. Ha? Endi eng yomoni yordamchingiz Islomda. Shu yigit hammasiga bu mayli deb saxiylik qilgan. Bunaqa bo'lmaydi-da xo'jayin. Men tushunmayman, qanaqa odam bular? Qanaqa ishlash kerak axir? Endi aybga yurmang xo'jayin. Men mana shu kamchiliklarni sizga yetkazib qo'yay deb yaxshilik qilyapman. Yaxshi. Shu yana bir yaxshilik qilsangiz.
shu yana bir yaxshilik qilsangiz. Meni ham bir kamchiligimni ayting. Xo'jayin. Sizni kamchilik nima qiladi? Hamma kamchilik mana bizga o'xshagan xodimlarda-da. Endi juda mubolag'a qilib yubordingiz demasangiz, bitta kamchilikchingizni aytaman. Xo'sh. Sizni shu yosh, navqironligingizdan boshqa kamchiligingiz yo'q. Yo'q, menda ham kamchilik bor. Yo'q, xo'jayin. Katta kamchilik bor. Qanaqa kamchilik? Sizni ishga olganim. Tushundingizmi? Xo'jayin. Tushundim. Mana aytdingiz-ku, bittada tushundim. Boshqa umuman takrorlanmaydi, xo'jayin. Faqat iltimos, oyligimdan kesmang, xo'jayin. Bilasiz, bola chaqali odamman. Qo'limga qarab turadi bolalar. Tagimdagi mashinadan boshlab uyimgacha hammasi kreditda. Holimga rahmingiz kelsin, xo'jayin, tavba qildim. Boshqa umuman takrorlanmaydi. Erkaklik va'dasini beraman, xo'jayin. Zafarbek. Bu kompaniyada sizga o'xshagan odamlarga bitta ham ish yo'q. Arizani kotibda qo'llang. Meni muhimroq ishlarim bor. Menga o'xshagan odamlarga hamma joyda ish topiladi, bilib qo'y. Sendagi ahmoqlar mana unaqa xodimlaring bilan o'ralashib yuraverasan. Ishing boshingda qolsin. Nonko'r. Yaxshilikni bilmagan odam ekansan. Boshliq. Islom. Bir soatdan keyin hamma xodimlarni majlisga yig'gan. Muhim gap bor.